ümmetçilik bilen vatanperverlik oturusida bir zıtlık bağımı. Bazıları zıtlık var kadek bir düşünürdükken bunu bir uçuk beşeriyle ötken olsa. Bunun hiç kadar zıtlık yok. Aslında biz özümüz zıt düşünüyoruz. Miyad bir iki tane kıltak var. Bu iki tane kıltakını birileri ya ki maksatlık, ekililik ya ki biz hata düşünüp kalalım. Allah özü bildi. Birinci kıltak ümmetçilik üzerine unutup qanday bo'lgan holat olsun, nim bo'lsa üzerine unutup umumga kelishing kerak deydi. Anda degani hamda üzerine uyga o't ketgan bo'lsa-mu, o'tni uchun tashlab qolib, qo'shniniki uyning temi o'rilib ketgan bo'lsa, shu temini uylash uchun aşağı ketgan deganlar ekan. Bu mantiqmi to'g'ri emas, Allohning shariatigimi to'g'ri emas. Chunki üzang kuchli bo'lsang, boshqalarga yordam qila olasan. Oddiysi aeroplanga chiqqanda aeroplanda o'tirgan vaqtida helaqa ma'u taqib olgan bunda maskani helaqa voqea yuz bergan taqang deb tushundirdi ya. Tushundirish uchun birinchi bo'lib o'zingiz taqang, undan keyin kichik balangizga taqang deb ko'rsatdi. Nimishqa deganda o'zing kuchli bo'lsang, o'zing salomat bo'lsang, uni qo'g'day olasan. O'zing salomat bo'lmasang, uni qo'g'day olmaysan. Shuni o'xshashlik gap. Sen o'zing kuchli bo'lishing kerak. O'zingga butun shu yatırımni, ya'ni butun shu mablag'ni ve nimeni üzang uchun yatqizishing kerak. Üzang kuchli bo'lganda, kuchli bir a'zo bo'lsan, seniki foydang bo'ldi. Shunday qilib bir gap hamdi. Shunga bu ikkisi bir-biriga zid kelmaydi. Mushuni xato tushunib, birinchi qiltaqda shu sen üzangni unutgan, umumga üzangni atqan degan. Bu qanday bo'ldi desa, eshilmagan naati hili bilan qilingan bir qancha ag'amchini akelib to'shin qilman deb mashinaga chaqirib parasida uzib ketgandek bir gap hamdi bu. Chunki hech qaysi kuchli emas aning. Ammo uning aksicha har bir ag'amchi naat yaxshi to'qilgan, qattiq eshilgan, shunda kuchli bo'lsa, bir qancha 10 necha ag'amchini bog'lab turib, hatto poyezdnimi, mashinani so'rab ketgan tushunaman. Kuchli bo'lishing kerak hamdi. Baniga zid keldi. Birisi sahobalarning birisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Bir adam urushida va huwa yuqatilu shijoatan, vahid yuqatilu hamiyatan, vahid yuqatilu riya'an nas, ayyuhuma fi sabilillah deydi. Birisi o'zining kuchini ko'rsatish uchun urushida, birisi burunqi o'zining jahiliyat, o'zininki shu mutaassiblik qilib, o'zininki qavmiga mutaassib qilib urushida, jahiliyatni qilib. Birisi kishilarga ko'rsatish riyo uchun urush, xos Alloh yo'lida deganki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimki Allah'ınki sözünün, Allah'ın kelimesini yukarı kılış için uğraşsa, bu Allah'ın yolunda uğraşkan buldu dediğine bak, ma sahih hadis. Hem de Allah'ın dinini üstün kılış için ne gerek? Vatan gerek. Vatan olsa Allah'ın dinini üstün kılıldı, Allah'ın şeriatı hüküm kılıldı, namazını vaktinde kılıldı, ibadetlerini kılıldı, ballarını İslam boyunca terbiyeli kılıldı, hak hukuklarını İslam boyunca ada kılıldı. Eğer şu bo'lmasa hech qaysini qilgan bizning ahvolimizga o'xshash. Allah'ın kelimesini üstün kılış için birden bir kerak narsa vatan ekan. Şu bunda bir müstakil vatan bo'lsa, şu çağda Allah'ın kelimesini üstün kılgıl bo'lgan. Demek aşı hadisning o'zi cho'qimsa vataningni mahkam qo'g'dishing kerak deylikda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukda masalan kafirlar hujum qilmasdan, kafirning hujum qilganligini bilib oldiga chiqib hujum qilganligi haqiqiy aqlli bir strategiya, haqida bir musulmon bo'lishga tegishli bir aql. Ammo biz uni ta'tirini qilamiz. Masalan 16-asrdan keyin bizda tarki dunyolik targ'iboti bo'lgandan keyin biz bu dunyo kafirning, biz ahiretning, xudo ahiretga bu dunyodan o'tmay osmonga uchib ketayotgan ekan. Bu shu dunyoni o'timiz. Bu shu dunyo ahiretning yo'li. Bu shu qaysi yo'lda mangsak shu ahiretda shunga kirimiz hamda. Masalan Buxoroga ruslar hujum qilgan vaqtida hujum qilib kelibdi desa, madrasalarning hammasiga bir tutash urilashtirib Sahih Buxoriyni tamom qilinglar deb Sahih Buxoriy o'qib o'tiribgan. Sahih Buxoriy o'tirib shu o'tirganda bombardimon bilan o'laylik masalan. Endi bu Allah'ın şeriatigimi durust emas, Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki yo'ligimi durust emas hamda. Yo'ligimi durust emas. Shunga biz dinni to'g'ri tushunish kerak. Agar dinni to'g'ri tushunsak, bizni mush dunyoda aziz, kuchli qilib yashaydigan bir din bu. Mush dunyoda aziz, kuchli bo'lib yashay olsak, qiyomatdami Alloh taolaning dargohidami ayni aziz, kuchli bo'limizda musulmonlarning har gizalki boyni sangilab turadigan bechora bunda yashashni hech xohlamaydi. Masalan, bir vaqtida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu zamonida bir odamlarning bunda ruhi tushgan shunda qachondan beri bizning dinimizni o'ltirdingizlar. Beshingni ko'tarib odamdan yuringlar bunda deb aytdi degancha. Musulmon degan izzati bilan, kuchi bilan aytda qilish kerak. Kuchni Xudoyim biz talab qilsak biridir.
səy qılsaq, Allah'a tayansaq, Allah'a təvəkkül qılsaq və səbəbni qulumuzdan bəməsək, aşı başqalarga bəgən kuchni bizga birdir. Lekin bu dünya işləgən, işləydigan dünya bolğandan işləgənlik kuchluq bularlıq. Biz işləmə yatqandan kuchluq bolmaqlar. Bizning aldımız yana fursat bor kuchluq bo'lish uchun. Yana fursat bor. İşləsək birdir. Allah Taala va'da qildi. Və allaysa lil insani illa ma sa'a. Bu yerda her qanday insan özünün tirishgan narsaga erishadi. Mayli kafir insan, musulmon insan, farqi yo'q. İnsan, qanday bir insan tirishgan narsaga erishadi. Biz inson bo'lish sifatimiz bilan birinchi oldi bilan tirishsak, Xudoyim bizga beradi.